Hammaga salom. Bugun biz sizlar bilan qanday qilib CSGO 1.6 ni nomini o'zgartirish va xullas CSGO 1.6 ni umuman boshqa ilova qilib ko'rsatish va yashirishni ko'rib o'tamiz. Chotka qilib yashirishdi. U uchun bizga Google kerak bo'ladi. Google ga kirib olamizda qanaqa tushunmayotgan bo'lsangiz nima qilayotgan properties ga bosamiz va change icon ni bosamiz. Bu yerdan mana shu iconni o'zgartirib qo'yamiz. Ya'ni qanday iconga? Biza bu iconni nimaga o'zgartirib qo'ysak bo'ladi? Shubha qilinmaydigan. Mayli Java ga o'zgartirib qo'yamiz. JavaScript. Bironta rasmni olib olamiz yuklab. Mana shu rasm deylik. Sobranit kartinku kak. Pictures ga o'tamizda. O'zi tayyor bor ekan. Mayli buni ham yuklab qo'yamiz. JavaScript deymizda. Browse ga bosamiz. Browse ga. Pictures ga o'tamiz. Aytib yo'q deyapti. All files ga bosamiz va istaganimiz joylashtirsak bo'ladi. Masalan, biza Eclipse bu mos kelmaydi deyapti. Tayyorlari ham bor ekan o'zining nimasidan. Biza bu yerdan mana shuni joylab qo'yaylik. Mayli. Keyin shuni joylaymizda apply deb bosamiz. Apply tugmasiga va OK tugmasini bossak, mana CSGO'ni o'zgartirib qo'ydik. Iconni ko'rib turganlaringdan va name'ini o'zgartirsak bo'ladi. Masalan, qanday? System yoki antivirus deb qo'ysak bo'ladi. Anchagina shubhasiz antivirus deb qo'yamiz va ichiga kirayotgan bo'lsa, bizga counterga kirib ketadi. Mana shunday qilib yoshiramiz va buni ham yana bir chiroyliroq qilish uchun folder yaratamizda antivirus deymiz. Antivirusda ichiga buni tayyorlaymizda bitta refresh qilamiz. Keyin antivirusda masalan darsni ichiga taylab qo'yamiz. Darsni ichiga va tayyor. Biza kirmoqchi bo'lsak antivirus deb yozamiz va antivirusga kirib shunday qilib yashirsak bo'ladi. Ko'rgan bo'lsanglar, sizlar bilan hack bo'lsa bo'ldi. Hammaga xayr.